Assalomu alaykum. Bu mustaqil ish Jumaboyev, Bobur tomonidan tayyorlandi. Mavzu tarmoqlararo ekran texnologiyasi Jumaboyev, Bobur reja texnologiyaning asosiy prinsiplarini va ishlash mexanizmini tushuntirish, amaliy qo'llanmalari va foydalanuvchilar uchun imkoniyatlarini ko'rsatish tarmoqlararo ekran texnologiyasining muhim afzalliklari va muammolarini tahlil qilish tarmoqlararo ekran texnologiyasi bir nechta qurilmalar o'rtasida real vaqtda ma'lumot almashish va ko'rsatish imkonini beruvchi texnologiyadir. Asosiy prinsiplar ma'lumotlar uzatish va ko'rsatish mexanizmlari. Texnologiyaning ishlash jarayoni sensorlar, protsessorlar va tarmoq modullari orqali amalga oshadi. Bu esa displeyda aniq va tezkor ma'lumotlar ko'rsatishni ta'minlaydi. Tarmoqlararo ekran texnologiyasining ishlash mexanizmi signallarni yuqori tezlikdagi simli yoki simsiz kanallar orqali uzatishga asoslangan. Ma'lumotlar signal shaklida uzatiladi va ekranlar tomonidan qabul qilinadi. Kranlar o'rtasida sinxronlashtirish jarayonlari bilan signallar uzatish va qabul qilish muvofiqlashtiriladi. Bu mexanizm real vaqtda ishlaydi. Foydalanuvchilarga doimiy va aniq ko'rsatmalar yuboradi. Tarmoqlararo ekran texnologiyasining asosiy elementlari sensorlar, protsessorlar va ko'rsatish qurilmalari hisoblanadi. Sensorlar ma'lumotlarni yig'adi. Protsessorlar ularni tahlil qiladi va qurilmalar esa natijani ko'rsatadi. Har bir element muhim va bir-biriga bog'liq. Ushbu elementlarning hamkorligi tarmoqlararo ekran texnologiyasining samarali ishlashini ta'minlaydi. Sensorlar, protsessorlar va ko'rsatish qurilmalari birgalikda ishlaganda tizim barqaror va foydalanuvchi uchun qulay bo'ladi. Bu esa texnologiyaning muvaffaqiyatli rivojlanishiga yordam beradi. Tarmoqlararo ekran texnologiyasining kelajakda rivojlanishi keng imkoniyatlarni ochadi. Innovatsiyalar, masalan, yuqori aniqlikdagi tasvirlar va real vaqtda ko'rsatuvlarni qo'llab-quvvatlovchi texnologiyalar yangi imkoniyatlar yaratadi. Jamiyatga ta'siri ta'lim, sog'liqni saqlash va ishlab chiqarish sohalarida samaradorlikni oshiradi. Kelajakda bu texnologiyalar yanada interaktiv bo'ladi va tashqi qurilmalar bilan integratsiyalanadi. Tarmoqlararo ekran texnologiyasining amaliy qo'llanmalari keng sohalarda, jumladan ta'lim, tibbiyot va biznesda qo'llaniladi. Ta'limda onlayn kurslar va virtual sinflar, tibbiyotda virtual klinikalar va masofaviy konsultatsiyalar, biznesda esa masofaviy ish va ma'lumot almashinuvi imkoniyatlarini ta'minlaydi. Bu texnologiya innovatsiyalarini rivojlantirishga yordam beradi. Tarmoqlararo ekran texnologiyasi foydalanuvchilarga interaktivlik, ko'p funksiyalilik va hamkorlik imkoniyatlarini taqdim etadi. Bu texnologiya foydalanuvchi tajribasini oshiradi va turli sohalarda, masalan, onlayn ta'lim va biznes hamkorliklarida keng qo'llaniladi. Innovatsion yondashuvlar va texnologiyalar, masalan, AR, VR, 3D texnologiyalar, interaktivlik va vizual sifat tarmoqlararo ekranlarning imkoniyatlarini kengaytirmoqda. U texnologiyalar ta'lim, tibbiyot va sanoat sohalarida real vaqtda ma'lumotlar, masofadan boshqarish va virtual muhitlar yaratishda qo'llanilmoqda. Kelajakda IoT bilan integratsiya va kognitiv tajribalar rivojlanadi. Amaliy misollar va tajribalar tarmoqlararo ekran texnologiyasining rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Masalan, smartfonlar va smart televizorlar bilan muvaffaqiyatli integratsiyalar amalga oshirilmoqda. Real vaqt ma'lumot almashish, interaktiv xizmatlar, onlayn ta'lim va virtual laboratoriyalar kabi amaliyotlar keng qo'llanmoqda. Tarmoqlararo ekran texnologiyasining asosiy afzalliklari tezkor ma'lumot almashinuvi va real vaqt rejimida ishlash imkoniyatini ta'minlashdir. Bu texnologiya korporativ va ta'lim muhitlarida samarali hamkorlik uchun qulaylik yaratadi. Ko'p foydalanuvchilar uchun qulayliklar, innovatsion imkoniyatlar va samaradorlikni oshirish bilan bog'liq. Masalan, onlayn ta'lim va masofaviy ishda yengillik va kengaytirilgan ishlab chiqarish imkoniyatlarini ta'minlaydi. Tarmoqlararo ekran texnologiyasining muammolari texnologik cheklovlar, qiyinchiliklar va foydalanuvchilar uchun yuzaga keladigan muammolarni o'z ichiga oladi. Signal kechikishi, sifati va uzatish masofasi kabi texnologik muammolar, shuningdek ekran mosligi, kechikish va energiya sarfi bilan bog'liq foydalanuvchi muammolari mavjud. Kelajakda tarmoqlararo ekran texnologiyasining rivojlanish istiqbollari katta. Innovatsiyalar, masalan, yuqori aniqlikdagi displeylar, AR va
VR texnologiyalari AI yordamida muvofiqlik va samaradorlik oshiriladi. SWOT tahlili tarmoqlararo ekran texnologiyasining kuchli tomonlari, zaifliklari, imkoniyatlari va tahdidlarini aniqlash uchun muhim. Kuchli tomonlar sifatida texnologik innovatsiyalar va kengayish imkoniyatlari, zaif tomonlar esa narxlar va texnik cheklovlar bo'lishi mumkin. Xulosa tarmoqlararo ekran texnologiyasi ma'lumotlarni uzatish va ko'rsatishni soddalashtiradi, innovatsion imkoniyatlar yaratadi. Asosiy elementlar sensorlar, protsessorlar va ko'rsatish qurilmalaridir. Amaliy qo'llanmalari keng ta'lim, tibbiyot, biznesda muvaffaqiyatli loyihalar mavjud. Rivojlanish istiqbollari, yangi innovatsiyalar, tadqiqotlar va bozor tendensiyalariga bog'liq. Foydalanilgan adabiyotlar Ibrohimov ala, Mamatqulov S, Qodirov D, Azizov S, Yusufov R, Bekmurodov J. E'tiboringiz uchun rahmat.